Assalomu alaykum hammaga. Xo'jobod Malina olami kanalimiz a'zolari. Mana biz ham dilli va malina sortimiz pishishni boshlabdi. Qancha miqdorda pishganini endi billa tekshiramiz. Sizlar bilan boriga baraka qilib teramiz. Ko'ringlar. Bitta pishdi. Ichini teryapmiz. Katta maydasiga yetib bormayapsizlar. Endi buni sort shunaqa ekan. Bu bahoriy ko'chatimiz mana bu yoqda bitirab ketgan, pishib qaranglar. Bu tabiiy shunday yerni kuch bilan pishdi bu. Kaliy, azot bergan bo'lsak, bunaqa berdik. O'tgan safargi videoda ko'rsatganman. Bochkaga har xil o'tlarni soldik. O'tlarni solib, suv quyib, aralashtirib, o'tni achitqisidan berdik. Shunda effekti ham yaxshi bo'ldi. O'tni achitqisi. Shunaqa gaplar. Bu erta bahordagi malinamiz. Delnima sorti. Erta bahorda ekilgan. O'sha ko'chat katta bu meva kirib meva qildi mana. Fondit teryapmiz. Fondit terganini ko'rsataman, Xudo xolasa. Hammasini ko'rasizlar. Oxiriga qo'yaman. Aytishadi, paxta tersang tozalab, chanaqada qolmasin deb. Mayda qilib bo'lsa ham teryapmiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang kanalimizga. Hali malina haqida ko'p ma'lumotlar bor, beramiz. O'zimiz ham yangiligimiz uchun o'rganyapmiz. Ko'p ma'lumotlar bor hali. Bular pishmabdi. Mana bu tepamizga yana bitta malina zorimiz. Bu malina zorimizda ham xohlasa mana pishganlari bor. Bularni ham teramiz. Bu ham shu delniva sort bo'lsa kerak, adashmasam. Bilmasam bilganlar qanaqa sortligini yozib ketasizlar kommentda. Mana ko'payapti sekin-sekin. Chinimiz yarim bo'ladi, lekin boshlanishiga yomon emas. Boshlanishiga. Chunki bu erta bahordagi ko'chatda tabiiy yerda o'zini kuchi bilan ortiqcha ximikat ozuqa bilan emas, o'z yerni kuchi bilan shunchalik darajada bo'ldi. Keyingi Xudo xolasa nasib qilsa yaxshi hosil olsak kerak bundan. O'zi niyatim shu. Buni o'zida ham qo'ralar bor ekan. Pishishi kelyapti. Bunda bor mana. Mana. Sizlarni ham ko'rsin deb qadamizda harakatlarimizda biz doimiy aytgan gapim, har videoda aytaman, harakat qilaman, aytishga qaytaraman. Biz yerdan o'zimizcha foydalanamiz deb nurli foydalanish maqsadida mana qilib pomidorlar ekib qo'yganmiz. Bu mayli ekilgan joyga boshqa narsani aralashtirish o'ta xato narsa ekan. Bu xatolarni qayta qilmaylasizlar. Maslahatim. Malinalar pishaveradi, ular ekan. Oq pashsha bosib boshqa bo'lib
bergan mana. Hosilimiz yaxshi ko'rsa emasmi? Hosilimiz yaxshi. Mana baho berib ko'raman ta'miga. Zo'r ekan. Mana yarimchiniga yetadi. Boshlanishiga bu yaxshi natija menimcha. Bu yoqlarga o'tib ko'raylik qani. Bu yoqlarda ham bor ekan hoji akalarimizni. Mana mevalar. Qarab turarlar mana. Bu yerlarda kam ekan. Demak, ularga o'tamiz, tekshirib ko'ramiz, bir ko'zini kechiramiz. Bular qanaqa sortini bilganlar yozasizlar yana. Bularda ham meva bo'lgan. Bir terilgan. Bu yerda ham bitta ikkita bor ekan mana. Bitta ikkita bor. Shunaqa gaplar. Mana bu ham pishibdi. Qani. Bunisi yo'q. Bunisi ham hozircha kam. Lekin buni birinchi yilimizga mana aytgancha Yejav akamiz olib kelibdi hozir. Yejav akamiz ham hozir ko'rsataman sizlarga. Mana Yejav akamiz. Bu ham pishgan. Yejav akamiz ham yaxshi holatda mana. Zo'r bo'lib pishdi. Ko'rsangiz. Mana Yejav akamiz ham zo'r holatda. Tomonlardan ham qarab ko'ramiz. Mana madinalarimiz yarimchiniga yetib oldi. Aytganimdek. Mana Yejav akamiz yana. Kattaliklari. Oldingi videomizda bundan kattalar teriluvdi. Bunda sal kichikroqdi, lekin natija yaxshi. Natija bor. Shunaqa. Kanalimizni kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.